hozir militsiyaga berib yuboraman. Militsiyaga beraman. Kechiring militsiya. Mana u doktor chaqiraman hozir. Rasvo qilib, mahallada bir Mo'ydinjon hoji aka degan tog'i bo'lardi. Shu odam bolalarni ko'rsa salom beradi. O'sha odamning salomiga qiziqib, bolalar undan oldin salom berishga intiladi. Shunaqa ishlatmaydi. Kelib, hurmat. Qani salom. Deyish qayerda-yu? Bolalarga assalomu alaykum deyish qayerda? Bo'ldi, assalomu alaykum desangiz, u kelasi safar o'zi insof qilib sizga salom beradi. Oddiy misol, dori berishda ham ota-onalar bilasizmi, farzandlarini doktor bilan qo'qitib, militsiyani yomon ko'rsatib, hozir militsiyaga berib yuboraman. Militsiyaga beraman. Kechiring militsiya. Mana u doktor chaqiraman hozir. Rasvo qilib lo'llaga beraman. Qilmasin, mana shu qilmasin, dori ichiraman hozir. Deb o'zi siz u bolaning tasavvurida dori, doktor, militsiyani dushman qilib qo'ygansiz siz o'zi. Mana shunday qilib odam o'rgatsa, odam tikim tupuradi u ham. Katta bo'lgandan keyin. Doktor seni davolagani kelibdi. Militsiya seni himoya qilar ekan. Mana u dori og'riqni ketkazadi sen degan. Deb bersiz bo'ladi-ku shu. Mana bu berishdagi mahorat asosiy ish.